Endi prosta bir havasim ketdi-da, qarasam. bola Orqasidan musofir qasatam yurtida, ketyapti. Nima qilishim kerak? musofir yurtida qancha ayol kishi amini qisib yursa, o'ziga bir foydasi tekkan insonlar bilan savol-javob qilib, qisib yursa, shuncha o'ziga yaxshi. Duch kelgan qalanqasang'ini chaqiraversa yoniga, u ashi pomoyka bo'lib ketadi unda. Shu. Endi ayol kishini aytyapsizmi, erkak kishini aytyapsizmi? Ayol kishini aytyapman. Ha. To'g'ri aytasiz siz ham. Siz ham bir nimani bilmasangiz gapirmaysiz, to'g'ri. Qayerda Rossiya? Endi har zamonda bir sizniki ham shu bir nima qilib turadimi, tutib turadimi haligisi? Go'rga zarar. Go'rga zarar. Yo'q, savol noto'g'ri bo'lsa ayting, qaytarib olaman. G'orga zarar deydi Ahmed. Ahmed g'or ko'rar bezor bo'lib shekilli. Shu bunga to'lqa g'orla papal bo'lgan shekilli-da. Kallasini tiqsa bo'ladigan g'orla papal bo'lgan shekilli bunga. Неудачник bo'ladi. Ya bosh buzilganda aql ketadi deydi. To'g'ri shu bir tarafdan. Erkak kishiniki ham bir boshing kirishan ketib qolsa, hali zamonda nima bo'lib qolasan, haligi tutib qolsa. Sizda ham bo'ladimi shunday stresslar demoqchiman-da. Men o'zi anaqa ko'nikib ketganman. Bu yerda kim qanaqa gap yozadi, men o'zi ko'nikib ketganman. Buguni tiqib yuboraman. O'ta yuqori ekanda. Чувствуйsiz. Hali ko'tni qisgan boy bo'ladi deb endi. Aka, kayfingiz bormi? Brat, o'zbekmisiz? Kallasiz ishlating. Yo, kallani ishlatish kerak. Qaysi birini demoqchi edim, aka? Tarbiyasiga ta'sir qiladigan gaplarni gapirmang dedi. To'g'ri. Yo, o'zi tarbiyada u agar uyda olmagan tarbiya bo'lsa, u meni tarbiyam bilan buziladigan narsa emas-da bu. Bonu to'g'rimi? Haqiqat gapni gapiryapman, yozyapti to'g'risini ham. Bonu chiroyli qizda. Bizlarni qo'limiz yetmaydi, faqat tomosha qilamiz xolos. Yo'q, siz unday demang, agent 007. Xonning qizi deydi, qurbaqani ko'ziga oshiq bo'pti deydi. Qurbaqani ko'zi qayerda, xonning qizi qayerga? Endi Boniyni ham jab osmonga chiqarib yormanglar, bunda ham ko'ngil bor. Bu ham sevib, sevilishni xohlaydi. Prosta bu yerda atmaska qilib o'tiribdi. O efirdan keyin bu tuppa-tuzuk odam bu. Bu yerda so'kinganiga e'tibor bermanglar. Shu qo'lingizga tekkan paytda salomlashasizmi, ko'rishasizmi? Shu paytda uverim bo'ladiki, bu hayotda o'zini shunday tashab qo'yganiga, berib qo'yganiga uni ishonadi. Men hayotda o'zimni tashab berib qo'yganim yo'q hali. Siz noto'g'ri o'ylamang-da, buni bir tarafdan xulosa chiqarib yuboryapsiz-da. Hayotda o'zini tashab qo'yganiga, berib qo'yganiga. U qanaqa gap bu? Yo'q, siz tushunmadingiz yana. Endi misol uchun o'tiribsiz, gaplashib, ko'ngil berib qo'ydingiz-da, siz ko'ngil tashab qo'ydingiz. Men ko'ngil berganim yo'q hech kimga. Endi berasiz-da, bermagan bo'lsangiz, jabuncha baqirdingiz. Ko'ngilni olguncha qo'ttani og'zimda qo'y. Ay tavba. Agar bunday xotining bo'lsa bormi hayotda? Yashash hojati yo'q-da. Ya o'likni birisan-da, qarochi. Motivatsiya beradi dedi. Mendak ayoli bo'lsa zerikmaydi chiqaytirib. Yeri yo'q-da. Shunga yeri yo'q-da deb potizikka yermon. Endi bilmasam har qalay hayotda kimning hayotidan qanday narsa o'tyapti hech kim bilmaydi. Prosta
ko'rar ko'zga normalniyu hayotni ichida uni turni haligi Ha, shunda ko'nglingizga to'g'ri kelsa qanday berasizmi dedi. Man zulmlar. ko'ngilni sikib qo'ygan joyim bor man. Man ko'ngilga qarab ish qilmayman. Ko'ngilga qo'yib bersa hamma narsani xohlaveradi ko'ngil. Man ko'ngilga qarab ish qilmayman man. Man aql bilan ish tutaman. Shundan Man ko'ngilga qarab ish qilmayman. yo kim mana balkondagilarga nimamda motivatsiyamda чтобы buni iloji boricha bunga shu distansiya bilan yaqinlashinglar чтобы oralig' bo'lsin yo qochishga yo chap berishgada buni bilan hayotda kelisha olmaysizlar to'g'risi hamda движение qilib qo'yishlaringiz mumkin lekin yoniga yo'l olmasligingizlar kerak deb o'ylayman yana bilmasam oldidan borsang tishlaydi orqadan borsang tepadi короче brat checham ko'rsa uyga qaytsa chechangiz yaxshiyam mana bu bigo degan narsalarni tushunmaydi o'sha uchun spokойно gaplashaman Ali Hammasini yechib to'g'risi qo'yadi. endi. Pul hammasini yechib Endi qo'yadi pul deyapti-yu. yo yanglishyapsiz. Pul har narsani yecholmaydi. Shunday yigitlarni taniyman-da hayotda bo'lib turgan voqea. Qizlar sarf qiladi pulni kerak bo'lsa, shunday yigitlarga pulni sarflayapti-da. Bolalarni to'piqiga olmaydi o'sha qizlarni. U qizlar borku shunday sochsa bo'lib yuribdi. Shunday ko'rsang uzumni suvday o'sha qizlar. Qayerda yo'q bir haligi bespredельный odamlar bo'ladi, bu yigitlar. Hamma emas, qo'shtirnochidagilar. Bu pul har narsani hal qilmaydi. Men hayotda qiynalgan paytimda menga suyanchiq bo'lgan, menga mani поддержка qilgan, tashlab qo'ymagan inson bilan savol javob qilaman. Ana bo'lmasa. Bu yerda kim nima deb yozayotgan bo'lsa, u gapi foydasi yo'q menga. Menga главныйsi hayotda menga yaragan, qiyin paytimda mani поддержка qilgan inson bilan men salom-alik qilaman. U men bu yerda unisini prilagat qiladi, u bu narsani prilagat qiladi, bunisi bu narsani prilagat qiladi. U narsa rol o'ynamaydi. Menga qiyin paytimda поддержка qilgan inson bilan men savol javob qilaman. Endi yaxshi, u qachon bo'ladi endi? Siz qachon qiyin ahvolga tushasiz? Qachon sizga bittasi yo'liqadi, shu sizni problemadan chiqarib? Menga keragi yo'q u. Hamma inson shunaqa bo'lishi kerak-da. Menimcha hozir pul barobar emasmi? Ko'p mana masalanda pul anaqa qiladi deb o'ylaydi, lekin hamma vaqt pul ko'rgan inson bor-ku. Pul ko'rgan insonga u hamma narsa ham pul reshat qilavermaydi masalanda. Foydasi tegsin, главныйsi erkak kishini. Ayol kishini qiyin paytida bir поддержка qilsa, yonida bo'lsa, yordam berib qo'ysa, san uzoqdasan, san yaqindasan deb chaynalib o'tirishini keragi yo'q. Shunaqa insonlar bor, chin ko'ngildan qilib qo'yadi bir narsani. Ana unda u boshqa gap bu. Yomon dard toshdingiz-da. To'g'risida. Masalan, men qiyin ahvoldaman. Unisi u narsani menga prilagat qiladi, bunisi bu narsani prilagat qiladi, lekin o'sha insonlarning ichidan bittasi chiqadi, shunaqa поддержка qilib qo'yadi. U insonni qilgan anaqasini u inson Allohning yo'lida qiladi, nimaki qilsa. Yordam qilgan bo'lsa, Allohning yo'lida qiladi. U bir narsa talab qilmaydi. Ana unaqa insonga shundoq ham upakovka qilib berib yuboradi odam. Ayol kishida shundoq ham beradi. Shundoq ham ko'ngildan chiqarib. Endi sizga menimcha bunday odam yo'liqqan yoki yo'liqmagan degan fikrga bordim. Yo'liqqan, Xudoga shukr. Meni hayotimda unaqa inson bermagansiz-da uni Bonu. Men masalan
qiyin ahvolga tushgan paytimda mani поддержка qilgan, kel bu yoqqa deb turib yoniga chaqirgan inson ko'p masalanda. Insonlar bo'lgan shunaqa. Mani поддержка qilib qo'ygan, bir-birdan nonini mendan qizg'anmagan, даже mani sikmasa ham joy berib qo'ygan, hech narsa talab qilmagan insonlar ko'p. Osh, non, tuz bergan insonlar ko'p. Любой erkak misol xohlaydi masalanda, ayol kishi yonida bo'lgandan keyin yotib turishni xohlaydi. Bir arzigulik ish qilsa, bir поддержка qilsa, qiyin paytida yordam berib qo'ysa, o'sha ayol ham misol u qilgan ishini ko'zi bilan ko'rib turib, shunga qarab savol javob qiladi-da, misol shunchalik menga yaxshilik qildi, shunchalik menga поддержка qildi-ku deb turib, kerak bo'lsa qiladigan ishni qiladi. Misolda ko'nglini ko'tarib qo'yadi shu inson. Конечно, endi sendan ugina, mendan bugina degan. Shu-da. Endi sizdan ugina, bizdan bugina degan narsa-da, bu siz aytib turgan narsa. Endi bu sizni hayotingizda yo'liqqan deyapsiz-ku, lekin siz masalan, men hozir aytaman-da mana. Masalan, men boshqa kvartirada turardim, boshqa joyda turardim. Moskvani umuman boshqa joyda yashaganman. Men boshqa joy, yashaydigan joyim umuman boshqa joyda edi. Men hozir bir insonni uyida yashayman. U menga mendan hech narsa talab qilgan yo'q u inson. Tushunyapsizmi? Siz indamay kirib olgansiz-da o'sha yerga, to'g'rimi? To'xtang. To'xtadim. Men hech qayerga ketayotganim yo'q. Men sizda o'zimizda shunaqa erkaklar bor-da, o'zimizda shunaqa mujiklar bor. Ayol kishini o'zini nima deydi, bir tasavvur qilib ko'radi-da. Agar meni singlim bo'lganda yo opam bo'lganda shunaqa holatga tushganda nima bo'lardi? Shunaqa u tasavvur qilib ko'radi-da, o'zini bir o'rniga qo'yib ko'radi shu narsani. Men misol kvartirada yashagan bo'lsam, oldingi turgan kvartirada yashagan bo'lsam, uyni egasi keldida birdaniga anaqa qilib qoldi. Birdaniga uy sotaman. O'zini o'rtog'i bilan keldida, kutilmagan paytimda kelib turib, xullas o'rtog'im anaqa qilish kerak, turish kerak, Vladivostokdan keyin o'rtog'im bu yerda anaqa qilish kerak. Birorta dugonangni oldiga borib tur deyapti. Men hech qanday, men ayol kishi bilan umuman matnoshina qilmayman. Men ayol kishi bilan umuman salom alik qilmayman. Begona ayol bilan do'stlashmayman ham, salom alik ham qilmayman. Chunki ayol kishi bilan bir marta do'stlashib, pan yeganim uchun, shuning uchun ham men ayol kishi bilan umuman do'stlashmayman. Shunaqa qiyin paytimda shu inson meni yoniga chaqirdi misolda. Meni yoniga chaqirdi. Men u kvartirani topshirishimga to'g'ri keldi. U o'rtog'i bilan kelgandan keyin men u kvartirani topshirishimga to'g'ri keldi. Bu odam meni misol chaqirib, yoniga chaqirib, joy berib, shunchalik yaxshilik qilib, anaqa qildi. Yaxshi, sizga podдержка beribdi, zo'r. Shunaqa mard inson ekan, shunaqa mard mujik ekanki, hozir men kelganimga 1 oydan o'tyapti. 1 oydan o'tayotgan bo'lsa, mendan 1 rubl pul olgan yo'q. 1 rubl pul olgan yo'q. Naboratiga bego'sh ovqat qilinmaydi. Eng qiziq. Shunaqa joylar bor, erkak kishi yashaydi, misol sharoitiga qarab anaqa qiladi. Hamma erkak hamda. Lekin shunaqa inson ekanki, topish tutishi ham yaxshi. Ayol kishining yonida nima deydi, uyalib qoladigan darajada emas ekanda, bundoq bir xijolat bo'lib qoladigan darajada unaqa inson emas ekanda. Shu darajada anaqaki, bego'sh umuman yo'q. Naboratiga shu darajada anaqa qiladiki, mehr-oqibat qiladiki, men даже qo'limni sovuq suv ovqat yeyishga xijolat bo'lib qolaman. Sovuq suv ko'rdirgani yo'q. Yaxshi. Ovqat yeyishga xijolat bo'lib qolaman deng. Nima deganingiz endi? Ovqat yeyishga.
Shundoq Yo'q, mehr ko'rsatadigan siz motor inson, shuni shundoq aytyapman-da. mehr ko'rsatadigan inson anaqa bo'ladi-yu, siz qanaqasiga? U Endi insonni men oldida aytmoqchi bo'lganim hech qachon xijolat bo'lmaysiz. Unaqa insonning yo'q. oldida hech qachon xijolat bo'lmaydi ayol kishi bor. Bor mehrini Mulozamatli ayamagandan inson keyin, ekanda. hamma narsani sharoitni qilib qo'ygandan keyin qanaqa qilib siz xijolat bo'lasiz? Yo'q, mulozamatli inson ekan demoqchiman. Siz prosta shunchalik mulozamat ko'rsatyapti sizga. Sizga ko'rsatyapti, siz prosta endi xijolat bo'lasiz demoqchiman. Endi bilmasam xijolat bo'lasizmi, Конечно, bo'lmaysizmi? xijolat bo'ladi odam. Xijolat bo'ladi, lekin xijolat bo'ladi. lekin shu darajada mani qiyin paytimda shu darajada yordam berib olib chiqib ketdi shunaqa vaziyatda. Mani qiyin vaziyatdan olib chiqib ketdi shu inson. Endi siz nima deb o'ylaysiz shu insonni? Sizda ko'ngli bor deb o'ylaysizmi yoki shunday bir U manga ko'ngil berish shart emas. U manga ko'rsatib qo'ygan mehr oqibatini o'zi yetadi. Men undan ko'ngil yo bir narsa talab qilmayman. U manga ko'rsatib ko'ngli bo'lmasa ham, bo'lmasa manga ko'rsatib qo'ygan mehr oqibatini o'zi yetadi. yaxshi ko'ngli. Bunda insonlar bor, to'g'ri, men Mana ishonaman. bunaqa inson bilan, mana bunaqa erkak bilan savol javob qilaman. Menga u bu yerda 100 xil gap bo'laveradi. Bu yerda xohlagan gapini gapiraveradi. Bular hammasi ham menga yarayotgani yo'q. Bular даже men hozir bitta narsani qilib ber desam, qilib berishga ko'tish chidamaydi. Bular 100 xil gap gapiraveradi bu efirda. Menga mana shu narsa kerak, mana shuncha pul kerak menga podдержка qil desam, qo'tag'am qo'lidan kelmaydi. Mana bu efirda xohlagan gapini gapiraveradi. Siz alagani Meksika orollaridagi tumsoqqa o'xshaysizda, to'g'rilay yutib yuborasiz bu yerdagilarni siz. Men 100% bilaman. Shunday yutib yuborasiz. Inson chaynamaysiz odamga yarash kerak. Odam qiyin paytida yaragan insonni tan oladi. Qiyin paytida yaragan insonni tan oladi. Tan olish kerak qilgan yaxshiligini, ko'rsatgan mehr oqibatini. U bu yerdagi u gaplar u bir tiyin u. Bir tiyinga qimmat gaplar u. Bu yerda kim nima deb, qaysi bir nima deb yozayotgan bo'lsa, masalan, menga bir narsa kerak bo'lsa hozir, misolda, davay menga bir xonalik kvartira snimat qilib ber desam, qo'tag'am kelmaydi. Yo, bir xonalik kvartira snimat qilsa ham, o'zi borib olib turib, ertadan kechgacha sikib yotadi. Tushunavering? Chin ko'ngildan qila olmaydi. Ertadan kechgacha sikib yotadi. Bu inson meni ertadan kechgacha sikib yotgani yo'q. Meni ertadan kechgacha sikib yotgani yo'q. Mendan ochiqcha narsa talab qilayotgani yo'q. Nimaki qilgan bo'lsa, chin ko'ngildan qilyapti. Yaxshi. Endi hozir men sanga joy berdim deb chotim orasini ochib qo'yib qoqib yotgani yo'q. Nimaki qilsa, chin ko'ngildan qilyapti. Mana bu balkonda o'tirganlar